Assalamualaikum, hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Amerika Tashqi ishlar ministrligi o'tgan yili musofirlarning dinga aloqador sonliq ma'lumotlarini bartaraf qilishni to'xtatdi. Amerika hukumati Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, 2 hafta ilgari o'tgan yili Amerikaning hech qanday Uyg'ur musofirlarini qabul qilmaganligidan iborat afsuslanarli ahvolni oshkorladi. Ba'zi parlament a'zolari va mutaxassislar bu ahvolga qarata hayron qoldi. 2021 yılda Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu turdagi dokladlarni o'rtoqlashmadi. Musofirlarni bir taraf qilish markazi qabul qilingan musofirlarning diniy salohiyatini isqo'lab aniqlaydi va to'rda ommaga oshkorlaydi. 2020 yılı oktyabrda Tashqi ishlar ministrligi sonliq ma'lumotlarni oshkorlashni to'xtatdi. Qo'llovchilar bu o'zgarishning hukumatning musofirlarni qabul qilish nishoniga yetishdagi oshkora bo'lishini qiyinlashtirganligini aytdi. New Jersey shtatidan kelgan demokratchi Tom Malinowski yaqinda Xitoy Majlisi ijroiya kengashida Hong Kong va Sharq Turkistondan kelgan musofirlar haqida ifoda bildirganda, Tashqi ishlar ministrligining buni ommaga oshkorlash kerakligini aytdi. Tashqi ishlar ministrligining bir bayonotchisi BT sistemasi ustida ishlayotganligi uchun ma'lumotlarning qo'llanilmaganligini, BT sistemasi ishga kirishtirilganda 2022 yili doklad qilganligini aytdi. İkili tarafning millat vakillari Uyg'urlarning Amerikaga kelishini qulaylashtirish, Amerikaning musofirlar sistemasiga tuzatish kirgizish, Uyg'urlarga panohlik berishni oldingi o'ringa qo'yish kerakligini aytdi. Xitoyga aloqador qurultay ijroiya kengashining birlashma raisi Demokratlar partiyasining kengash palata a'zosi Jeff Merkeli dunyoda bostirishning ig'ir ziyonkashligiga uchrayotgan Uyg'urlar Amerikadan yordam talab qilyotdi. Biz cho'qim yordam qilishimiz kerak. Amerikaning Uyg'ur musofirlarini qabul qilmaganligidan umidsizlandim. Ikkinchi numurliq musofirlik salohiyatini Uyg'urlarga, Hong Kongliklarga berish uchun tadbir qo'llanishimiz kerak dedi. Xitoy Xalq ozodlik armiyasining atalmish terrorlikqa qarshi turishda begunoh insonlarni qaralab o'ldirishga moyil 50 yoshlik sobiq qo'mondoni Jallod Yanfasen Düşenbe günü atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partiya Qurultayı yığınida Ürümçi şəhərlik Partiya Komitetinin sekretari bo'lib tayinlangan. Yang ilgari atalmış Şinjan Xalq ozodlik armiyasining yadro sınıqını qo'llash bo'limida ishlagan. Keyin Kuchan aylik partikomining sekretari bo'lgan. Xitoy terrorlik tashkiloti deb atalgan bir guruhni bitkit qilib, begunoh 30 nafar a'zosini qo'lga olgan. Aqsu viloyatida xizmat qilgan. 2020 yili 3-oyda Xotan viloyatlik partikomining sekretari bo'lgan. Yang vazifəyə təyinləşdən 2 həftə ilgiri sabiq sekretar Shu Hayrun Guangxi Zhuangzhou Abdunum rayoniga yo'tkalgan. Qurultayda yana yangi partiya komitetining 14 a'zosi vazifəyə təyinlangan. Yang Chunchuangoning buyruq bo'yicha xizmat qilar ekan. Mo'ljallanishcha kelar yili 20-ci navbatlik mamlakatlik partiya qurultayigacha bu vazifani o'taydi ekan. Atalmış Şinjan gündəlik gazetining xabariga qaraganda, Chunchuango oldingi hafta muhim so'z qilib, atalmış Şinjandagi barliq partiya amaldorlarini terrorlikqa qarshi hushyorlikni saqlab, muqimlikni qo'g'lashga chaqirgan. Yevropa parlamenti vakili o'miki Tayvandagi tunji ziyoratini tamomladi. 7 parlament a'zosidan tarkib topgan Yevropa parlamenti vakili o'miki Tayvan hukumatining rahbari Said Mingin va Tayvan amaldorlari shuningdek fuqarolar jamiyati vakillari bilan ko'rishdi. Suhbatda Tayvanning aralashma hujumlarga qarshi turish xizmati muzokara qilindi. Parlament a'zolari Tayvanning muhim sherik va demokratik ittifoqdosh ekanligini ta'kidladi. Ziyorat jarayonida ularning Taypida Tayvan bilan birlashma tashviqot markazi qurishga qo'shilganligi e'lon qilindi. Fransiya parlament a'zosi Rafael Glucksmann Tayvan bugun rayondagi eng hayotiy kuchga to'lgan demokratiya, dunyodagi barliq demokratchilarning qadrlashi va qo'g'lishi zarur bo'lgan boyliq. Yevropa qonun bilan idora qilish, insoniy izzat hurmat va Tayvanning erkinligini qo'g'lashda ching turadi dedi. Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Wang Wenbin bayonotida Yevropa tarafni xatoliqdan yenishga va Tayvanning mustaqilligini qo'g'daydigan bo'lgunchi kuchlarga yolg'on signal avatish orqali Xitoy Yevropa munosabatiga ig'ir ziyon yetkazishdan saqlanishga chaqiriq qildi. Tayvan vakillari 1971 yilgacha Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisida Xitoyga vakillik qilgan. 1971 yildan keyin Xitoy Kompartiyasi Xitoyga vakillik qilgan va Tayvanni o'zining ayrilmas bir qismi deb atab olgan.
Mustamlikachilarning Sharq Turkistonni sömürüş va sunniy millat yaratish projektlarining qazonini o'rib tashlash yoki yangilangan yog'och qozonlarda qaynab halok bo'lish va yoki qadimiylikka ega bo'lgan ko'klari yer yuzining qatlariga, yaproqlari samoviy ko'k osmonga bog'langan va ko'k bayroqni to'qilgan bir millatning dostonini tarix sahnasiga qayta elib chiqish navbatda siyosatchilarimizdan tortib olim o'limalarımizgacha tijoratchidan hunarvan kasblargacha barchamizning o'rtaq samimiyatda kuch chiqarishiga qarashliq turibdi. Orhan Muhammadning yozmalaridan e'landi. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kökünü için köp rahmet. Kiler kıtımkı programımız görüşükçe Allah'a emanet boğaysızlar.